Otam vafot etgach, onam bir insonga turmushga chiqqanlar va shu xo'jayinlaridan o'g'il ukam bor. Turmush o'rtog'im shu ukamdan qizg'onadilar. Otamiz boshqaligi sababli shu ukam nomahram bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, ona boshqa turmushga chiqdi va keyingi turmush o'rtog'idan farzand ko'rdi. Bu holatda o'sha onaning farzandlari boshqa avvalgi turmushidan, avvalgi eridan dunyoga kelgan farzandlari ham, keyingi eridan dunyoga kelgan farzandlari ham bir-birlariga mahram bo'ladilar. Chunki bular garchi otalari boshqa bo'lsa-da, bir onadan tug'ishyaptilar. Shuning uchun bu yerda savol bergan singlimizni xo'jayinlari u farzand, keyingi farzand, bizni tilimizda aytganda o'gay deydi. Aslida bu o'gay emas, bir onadan tug'ildi. Undan qizg'anishlari noo'rin bo'ladi. Chunki bular to'la to'kis o'sha shariatimizga muvofiq mahram hisoblanadilar.